Endi yeni er xotinning muhabbetli jarayoni deb berishga taklif qilayli. Bizdek boytaqlarni obdarak ügünüp, tecrübe toplap koyayli. Aman esqatıdı. Şundak mı? Şundak! Depre! Bizdek boytaqlarni tecrübe toplap koyayli. Tövende, ben öğlengenlik salahiyetim bilen muhabbetliş jarayonimni dep berman. He? Öğleniş degen nima gap? Siz öğlendiniz mi? Politkomandiri, bugün bir akşam ölse öğlengenlik hesaplanıcı mı? Ma'qul. Degininglardek bo'lsin. Ha? Gapimizga kelsak, mening muhabbetliş tecrübemga asoslanganda muhabbetliş degan murakkab ishmi emas. Ochiqini aytsa bir-biriga ko'ngli bosilib tutadigan ish. Bundaq ishda odatda erlar ig'iz ochadi. Chunki ayol kishi deganning yuzi to'van xijil bo'ladi. O'zimni misolga olsam, men nihoyat tashabbuskorlik bilan ko'nglimdagi gapni qitloq qo'shilsangiz to'y qilaylik, qo'shilmasangiz ixtiyoringiz dedim. Albatta, to'mirini tutib beqib ish qilish kerak. Haqdan sana mayli bor yo'qligini bilishing kerak. O'zginimi bilish kerak-da. Politkomandiri, qandaq bilamiz? Ha? Shundoq. To'g'ri, qandaq bilamiz? Nima? Qandaq bilamiz? Buningda odamning iqtidori qaraymiz. Bizning polkda 1000dan ortiq odam tursa, nemishqa men avval to'y qila oldim? Albatta, mening iqtidorim bor-da, ha? Bundaq bo'lsin. Kim vaqt kelganda mushundaq ishga duch kelib, amal qilolmasa, darhol menga doklad qilsa bo'ladi. Ha? Men sizlarga ayrim o'g'itib qo'yaman. Lavli, bo'ldi to'lib atmang. Elibekka oshkorlab etma yana. Birodarlar, bu tunji qadahni avval to'yi bo'lgan qiz yigit tutayli, ha? Qiz yigit umrvoyat, inoq, baxtli o'tkay. Qani qo'sha? Qo'sha! Hey, bu yoqqa kel. Ko'rdingmi? Javjayi kenti ana shu. Bu kentni taqlidi model ustida takror tadqiq qilgan. Bu kent tog'ni bo'ylab joylashgan. Faqat kent 5 yilda kirgili bo'ladi. Kentning oq tarafidagi yo'l taqqa tutishidi. Qiyoq yamashqanlar keyin tarafdagi yo'lni to'sqil bo'ladi. Endi vaziyat taqsimlayman. Birinchi jangovar guruhga men bilan hujumga o'tib, ariq yo'lni qamal qiladi. Ikkinchi, uchinchi jangovar guruhga kentning kirish eg'izi hujum qiladi. Shunga diqqat qilinglar. Taktik jihatdan ushtum tut hujum qilishni ishga oshirish kerak. Dushmanni cho'chitib qo'yish bo'lmaydi. Tushundingmi? Tushundim, yaxshi. Hozir soat 5dan 28 minut o'tdi. Kech soatda 8da hujumni boshlaymiz. Atlaninglar. Hop. Shu uchun xenim biz 8-armiya jangchilarini kambag'al ko'rmay, sizdek bir gaday yatliq bo'ldi. Peshoningiz xil o'ngkan. Sizning nimangiz borki? Pul desa pulingiz yo'q. Chiroyingiz yomon emas. Ovozingizning jaranglik bo'lgandan boshqa aloyidligingiz yo'q sizning. Shundaqmi yo'ldoshlar? Shundoq. Mening ovozim jaranglik bo'lganligi uchunla uning menga ko'z tushgan. Shundaqmi sho'chang? Uni qo'yib turayli. U menga tegmisi kimga tegaydi? Pomishga tegay desa, ya unda fursat bo'lmasa, shundaqmi deyman, ha? Hey, komissarning gap tugmagan tursa, ish keltirding-ku. Bu ikkinchi qadah haroq bilan butun politikalar vakolatdan yo'ldosh sho'changdan afv so'rayman. Bugun qutlug' kuningiz edi. Politikalar biraqur yangi kiyim qilib beramidiq. To'yi bo'lgan qizning qaysi yangi kiyim kiymaydi? Bugun hammalarning yendiki narsalariga qarab baqdim. Ko'nglimda hech bo'lmaganda bir parcha lat chiqsa, bo'g'chisini cheksin mayli deb o'ylagandim. Lekin
hech nima topolmadim. Loyiqingizni bo'lmadi. Mundaq bo'lsin. Mustaqil politikalar hozircha sizga qarzdor bo'lib tursin. Alvaslarni yo'qotgandan keyin sizni tovar durdun bilan taqdirvonga o'ltirg'izib yo'tkab o'rnini to'liqlaymiz. Komissar, qarang gapingizni. Ota-onam burunli o'lib ketgan. Birla akam bor. Boshqa urug' tuqqanim yo'q. Bugünkidek kunga o'lishib, mustaqil polikning odami bo'lish tushungim kirmagan edi. Men o'lay yoki yashay, men yanala mustaqil polikning odami. Mushunog'im shukr qilmamdim. Komissarning bundaq degini bizni yot ko'rganlik emasmi? Biz 7-8 qo'rimi tayyorlab to'y qildigan pomichkiya boy bo'lmasak, qandaq dedim? To'y degancha, uch qilib aytganda er ayol ikkisi bir takkaga bosh qo'ydigan gap qo'shu. Deginim qamlashdimi? Undaq bo'lmasa qalayim qallashib ketmamdi. Shunga boshqalar quruq so'z cho'chaq qilishmisan deb bir qash qo'rim bilanla hammaylarni og'zini tuvoqlab etdim-g'o. Bu 3-chi qadahni yangimiz shu uchun o'tibman. Yanga, butun politikalarga vakolatdan sizning kutadigan kichikgina umidim bor. Mustaqil polikni kengaytaylik desak, odam qis bo'lyotidi. Mumkin bo'lsa, Lavliga o'g'ildan 10 ni tug'ib bersangiz, mustaqil polikda bir o'dilli odam ko'payibdi. Albatta, bu sizning ishingiz emas. Buningda Lavlining shundaq iqtidorining bor-yo'qligiga qaraymiz. Shundaqmi? Meningcha chatoq yo'q. Qog'inni amaliyatimda ko'ringlar. Qani qo'sha! Xo'sh, Qo'shadi! Qo'sha! Lavan, qani qo'tirmash tatding. Yo'ldoshlar tamoq yeysin. Ey. Bajo. Qani qo'tirib o'ting. Shunchalik ishlar bo'ldi qilamizmi? Ha? Aroqdek bog'o. Uncholar pixsoqlik qilib kayfimni uchraydimsiz? Bo'lmaydi. Elimo tuzumga xilof bo'ldi. Ikkimizning ish taqsimoti aniq harbiy ishlardi sizning deganingiz hisob. Turmush ishida mening deganim hisob. Hey, Polik komandiri, sizga bir qadah tutay. ma'qul. Lova, aloqa keling. Jo'zimen, joyingga bor. Polik komandiri, Jo'zimen, buyrug'imni anglamadingmi? Xo'p. Yo'ldoshlar, tezroq yanglar. Yep bo'lgandan keyin qiz bilan yigitning uyiga kirib tomosha ko'ramiz. Nemini ko'rsa, yo'qlash. Lavli, oldimda to'liq o'ylanmang. No'ch bo'lsangiz bugun kechda uyga kirmay, mush yerda bir kecha tunab beqing. Sizdek komissarga yo'liqib meni rasulga nisbasqa o'xshaydi. Ishchidig'anmi chat kirib olgan. Meni xotinni ko'rsala yotqonga kirib olamiki deb qolganmidingiz? Tunisam tunidim. Qanchalik kishi edi? Yotqan kiramsiz, kirmamsiz o'zingizning ishi. Ochchig'ingiz chiqmagan bo'lsa, kent beshig'i berib post turing abisa. Ochchig'ini mendan chiqarib atqanni.海軍を友じて今後のことをしてなら私はきっと私にしおりを申請する。 Jo efendi hakikaten padişah aramızda yaxshi do'st ekan. Bu qattimki hareketdan keyin sizni cho'qim mukofotlaymiz. Polkovnik, rahmat sizga. Lekin 何をこれなら bu Lekin nima? 8. armiya mudofiani kuchaytirdi. Bir ashapini sizib qolgandek turdi. Shunga bugungi harakatni amaldan qoldirsakmikin?
그 뒤を기억하시되 나중에 어떻게 놓음 Mudofiani kuchayotgan bo'lsa, nemish qaraqishdingiz? Man 하시군가 고하고 터베나이 자나이까 어서 케어 놓음 기억 도무히 8-chi armiyadagilar qo'shiq to'g'rida tamoq yemabasa, qaysi pul qaraqishdingiz? Qani danga, bugun zot qandoq kun? Bana ablag. bugun ne polk komandirning to'yi bo'lgan. よーし中国に黒技って正体よりぐるぐるの本がいい思うあの辺にあったら私はきっと大きい車の送る Jungoliklarda deyishib ko'rishgandan, tuyuqsiz ko'rishgan a'lo degan gap bor. Ulgurib kelgandan keyin uningga cho'g'roq so'g'ab bermasak qandoq bo'ladi? Bo'ldi, o'zim qilay. Voy, nimandaq aldiringan odamsiz. Men xotinim bilan yotgan kirishga oldirmadim. Postani tekshirmasam bo'lmaydi. Komissarga qiydavatsiz. Bu degan qandaq chaq? Bu shu xalqiliq payt. Bütün politikalarning hammasining ko'zi menda. Polik komandiri to'y qilib oldi. Miltiqni endi yodidan chiqirdi deb o'ylaydi. Men bu soltaklarni bilaman. Posta tekshirgil bormsan, necha yilgacha bu ishni bo'ldi qilmaydi. Ularning qiltiqiga tushkum yo'q. Rayib, va! Posta tekshirgil bormiz. Bugunmi posta tekshiramdiq? Kim bugun tekshirmaydi deydi? Ya'ni ko'tildaydigan bo'lsang, aytibangni berma. Hop. Ha. Shapkangizni kiyiveling. Tala so'g'uq. Sizni saqlayman. Yotqanmi sovup ketibdi, xeli bo'lgan o'xshaydi. Bu kimning o'rni? Jo'kadirning o deyman. Tapanchim yo'qtirdi. Jangchilarga uqtirish qil, ular darhol yig'ilsin. Hop!
Bir komandiri, kentning ahvoli qandaroq? Alvaslar kent tarafga qiyoda yamsib chiqdi. Siyosiy komitar old tarafda besib o'tmoqda boshqa ahvol yo'q deydi. Telbochi, bak! Kent tarafda imay qil, hop! Qag'illar ishga chiqib tayyor bo'linglar. Menga agishib old tarafdan besib o'tinglar, hop! Allah! Kemallar! Yetib olinglar! Komisar! Komisar! Rojo! Komisar! 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 Baba! Allah aşkına! Senden kilini koydu! Oy! Rojo! Gülşen! Rojo! Rahip! Yoldaşla! Ya ölüm ya çürüm! Allah'larına erişelim! Allah'ım ne Allah'la! Sen ökelimli çıktın! Rojo! 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 Meni qo'yvat! Qo'yvat! Polkovnik janobtiri, biz bir ayolni tutib oldik. O sapqin! Xoin! 8-armiyadan qandaq bo'lib sendek bir meti chiqib qolgandi. Iflos! Yaloqchi! Nejiz xalqcha! Xoin! Bizni qo'yvat! Qo'yvat deyman! Allohlar! Bizni qo'yvat! Qo'yvat deyman! Qo'rqma! 어이. 니는 미우 뭐 사실했다? 네 일로는 다 발라동마. 허시 털거. Kaçıp gitti mi? Hey! Hammasini ujuqtirib o'tinglar. Kechiring polkovnik. Gapingizni tushunamedim. Men sizlarga 8-armiyani yoshirgan bu kentni xaritadan o'chirib o'tinglar davotiman. Jungoliklar o'z qilmishiga o'z mas'ul bo'lishni o'rganib olish kerak. Hop! Ona qo'rqotman! Ona! Qo'rqma bolam. Qo'rqotman! Ona! Bizni chiqarib yetinglar!
Lavli, meni pastga qo'ying. Quruq gap qilmang. Meni qo'ying deyman. Bajo, sizdan o'tinib qolay, to'la gap qilmang, bo'lamdi. Men bo'lanmayapman. Bu o'zimga ayon sizdan o'tinib qolay. Meni qo'ying. Bana bir tal granat beringlar. Granat beringlar. Lajo, Alvastlarni qo'g'lab etmagicha hech qaysimiz o'lmaymiz deyishmaganmi to'q? Lajo, to'la ahmoqlik qilmang. Bir tal o'q yebli ketaman demoqchimi? Undaq oson ish yo'q. Men bundaq og'indarchilikqa yaramaydigan odamsiz. Voy kubadre, qara! Bu qatim Javjayiga tuyuqsiz hujum qilgan kishi Yamamoto ekan. Harbiy unvon polkovnik, Yaponiya harbiy sohasidagi alayda jang mutaxassisi. Uning qo'l ostidagi 80 dan ortiq alayda xodimning hammasi Germaniyaning Myunxen alayda jang qiluvchi askarlar maktabida tarbiyalangan ekan. Li Yulongning ahvoli qandayroq ekan? Li Yulong jangdagi muasirini bosib o'tibdi. Faqat 8 odami qoldi. Polk shtabi va muhofizatchilar izvotidan bo'lib jami 84 odam o'libdi. Siyasi komissar ig'ir yaralanibdi. Undan boshqa Javjayi kentidagi 300 dan ortiq fuqaroning hammasi qirib tashlanibdi. Mendan buyruq. Tağdaki topçu askerler batalyonu g'arbiy tarafdaki nuqtani to'p tutib, Yamamoto o'ltirgan mashinalarning hammasini pachaqlasin. Hop! Yamamoto'ning alayda atirti hozir nerede? Tog' ustida. Bugun tushdan keyin yo'lga chiqishi mumkin. Agar biz uning mashinalarini portlatib etsak, u cho'qim radio orqali xabar topadi. U chog'da g'arbdagi nuqtaga berishning o'zida ahamiyati qolmaydi. Meningcha u Pinganay bozoriga yiqilishi mumkin. General cho'qqisi u cho'qim kesib o'tadigan joy. Yo'qdilar! Jazman yo'qdilar! Bu inson qalbidan chiqqan yapon alvastlarni cho'qim yo'qitish kerak. Alayda atraf bo'lamdi bo'lmamdi, karim yo'q. Ulag'im og'riq azobini his qildirmay qo'ymayman. Tizilinglar! O'xsilib nishon qarg'ilinsin. Nishon qarg'ilindi. Birinchi top tayyor, ikkinchi top tayyor, uchinchi top tayyor, to'rtinchi top tayyor, beshinchi top tayyor, oltinchi top tayyor, yettinchi top tayyor. O'xsilinsin. O'xsilindi, 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 o'xsilindi. İttiler! General, Dokrat. Harbiy yig'ilish vaqtida sizni chaqiryotdi. Ularni to'p tutib, mashinalarimizning hammasini pachaqlab o'tibdi. Çarlığı görüp bağıp turinglar. Derhal yo'nalishni o'zgartirib Pinganaysiga yaqinlashsin.前の部隊はどうじゃろ Aldı tarafdaki qaysi qo'shin?
Jinsi armiyasining 358 polkidagi Chuyin Fening yeri. Uning kuchaytirilgan polkida 5000 dan ortiq odam bor. Bir to'pcha askarlar batalyonim bor. Menimcha aylanib o'tib ketganimiz tuzukmikan. キヨ合わないとあまりに一大ではないか。山本先生，您不至于想凭这几十号人吃掉他一个加强团吧？这未免也太不现实了。私は彼の一貫と潰すつもりは我ない。没这么大胃口吃掉他一个团，だが彼の指揮部を潰しならず。但吃掉他的指挥部我还是有兴趣宣的。伝言うと、周さん、あなたは本気で皇軍に協力しているのですか？你和皇军合作是真心的吗？大佐先生， Yamamoto efendi. 飞鸟尽，良弓藏，狡兔死。 Joe efendi, mening bir polkni yo'qotishga majolim yo'q. Ammo uning qo'mondonlik shtabini vayron qilishga har holda qiziqaman. 周さん、あなたは本気で皇軍に協力しているのですか？ Joe efendi, sizdan so'rab boqay. Siz podshoh armiyasi bilan chin ko'nglingizni hamkorlashib o'tamsiz? Polkovnik efendi, bizning Jungoda qush tugisa sadaq aram opdi, to'shqon o'lsa itni mugib o'sibdi deydigan gap bor. Polkovnik efendi, ishini yeb qozonni chiqib o'tmaydigansiz. 何をおっしゃいますか？ Joe efendi, xato tushunib qolmang. 誤解しないでほしい。あなたは皇軍に対する忠誠を信じてますよ。 Podshoh armiyasiga bo'lgan sadoqatingizga ishonishni tamoman xohlayman. この忠誠を自証してほしい。 Lekin siz hech bo'lmaganda sadoqatingizni isbotlashingiz kerak. あなたは占領民に編入する。反対しないだろう。 Hozir sizni jangovar qo'shin qatoriga kirgizsam qarshi turmaydigansiz. 将軍終戦もその占領民に編入する。彼はもう気遅れなく東光大院だ。私たちと同じ戦士の権利がある。 Joe efendi, siz birinchi jangovar atrofga taqsim qilindingiz. U mehmon emas, alohida atrof xodimi. U bizga o'xshashlar jang qilish huquqiga ega. Polkovnik efendi, shunchalik yuzimni qilayotgan yerda jenimni tikib elishmasam, izzat qilganni bilmagan bo'laman. 第一神の身を率いり、 Ben birinchi jangovar atrofni boshlab, ov egizlikni egilayman. Hayt. Men bilan hujumga to'la. Ularni kim otasın dedi? Bunda kısa ot gücümüzü aşkarlap koymamdı. Kim silahni otasın dedi. Dostlar, aldırlı batalyon xabar qilishi, ular haqiqatan dushmanlarning tavsiq harakat qilib qolganini ko'ribdi. Ben mi köydüm? O degan düşmanlarning çarlığı uçulları. Şundak mı can kıkan mı? 4 adamni ko'rib, egri pulmutda otasi qandaq bo'ladi? Bunu komandiri, sağına nama'lum alamaslar g'arib taraf qiyada yamishyotidi. Qo'mondonlik shtabini nishonlab kelgan o'xshaydi. Qaraganda ular odatdagi yapon qismlarga o'xshamaydi ekan. Muhafazachilar! Ha, men bilan yuringlar. Hop! Buyruq. Qo'l meni asta yaralanglar.
Ben 3'nü sanıgandan keyin bir aqlı taşlanglar. 1, 2, 3. Yaxşı. Mana mushunda etinglar. Tayyorlanglar. 1, 2, tashlanglar. Polkovnik Chuyunfi. Men Yamamoto. Siz bilan paranglashmoqsam bo'lamdi. Mening sen bilan paranglashqim bor edi. Avval qurol tashla. Vaqt degan ko'p. Polkovnik Chuyunfi. Men Yamamoto muborak nomingizni anglag'ili xili uzun bo'ldi. Gapni udliq qilganimni kechiring. Armiyangiz orasida haqiqiy azamatlar ko'p emas. Lekin Chu efendi buning sirtida. Hatta qo'mondonimiz Shinochikamo Chu efendining kallasining 10 tuman tengi yaraydiganligini biladi. Bir kasbi harbiy bu sharafga erishalsa o'tgan umriga rozi bo'ladi. Bugungi jangda nomingizning bekorga chiqmaganligiga qoyil bo'ldim. Fursatni ching tutib mag'lubiyatni g'alabaga aylantirdingiz. Hozir po'atilgan vaqt emas. Quruq gapni qil. Ma'qul. Gapni qisqa qilay. Men suhbat orqali hal qilish taklifini beraman. Hammamiz bir kasbiy harbiy, hech qanday o'ch adovatimiz yo'q. Janggohda bir-birimizga tanglashimiz, xo'jayinimiz uchun harbiylik mas'uliyatimizni ado qilish. Buningda bizga amal yo'q. Agar urush bo'lmagan bo'lsa, Peqirning siz bilan do'st bo'g'is bor edi. Sizdek odam bilan do'st bo'la olsam, Yamamoto efendi, suhbatga dasmay bo'lmaydi. Hozir siz alokat girdog'i berib qoldingiz. Qanotingiz bo'lgan taqdirdimi, qo'limda qochib qutulolmaysiz. Men bilan do'st bo'g'ingiz bo'lsa, avval Qur'onni tashlab el bo'ling. Hayotingizning bexatarligiga kafolat qilaman. Yamamoto, u adaq, raskiponni qil. Taslim bo'lamsa, bo'lmamsa. Chu efendi, qo'l ostingizdagilar faqatla tarbiya ko'rmaganmi nima? Bu tozi yaxshi bo'lmabdi. Hammamiz harbiy ofitserlarcha so'zlashish usuli bo'ladi. O'zimizni odatdagi askarlar bilan tang o'rinda qo'ysak qanday bo'ladi? Chu efendi, hozir men pasib o'rinda ekanligimga iqror. Lekin Chu efendi, siz bir nuqtani tushunmayapsiz. Qo'l ostimdagi askarlarning hammasi alayda mashq qilgan. Ularning jang safosini Chu efendi his qildi-ku deyman. Agar mushunda qattiq urushaveradigan bo'lsak, hammamiz tang tugishimiz o'rinsiz qon to'kiladi. Chu efendi, siz aqlli odam turib, nimishqa suhbatlash masalasini o'ylashib boqmaysiz. Bugungi jangda ikki tarafda yengilish bo'ldi. Har qancha bo'lsa-mu tanglashdik. Agar ishkilingiz askar chekindirib, jangni chiroyliqcha oxirlashtirsak, ikki tarafga foydasi bor deb o'ylayman. Chu efendi, o'ylashibroq ish qilasiz. Yamamoto, hozir sharsiz taslim bo'lmoqdan boshqa yo'lim yo'q. Bo'lmasa seni tutma qilib o'taman. Yamamoto, Zulano tutulib qoldimi? Pastga tushib qarab baqayli. U ablah qochib ketmasin. Baqayli.
Polk komandiri, tamoq yemaganingizga bir kun bo'ldi. Meni to'la avar qilma. Nima degan bilan tamoq yemasangiz qanday bo'ladi? Tamoq yeyishmi, urush qilishmi? Urush qilish, lekin och qo'saq urush qilib bo'lmaydi-da. Jangni udaqlanmay, qo'limiz kessa, tamoq nima yesa? Lavli, ishni eching. Ahvol aniqlandi. Ular Ping An naysi ketibdi. Lavli. Ping An naysiga ularning shak bardag'aligini paymagandim. Yamamotoning qo'shini general Choqsud zarbaga uchragandan keyin Ping An naysiga qochib ketibdi. Shu uchun shu aksolaliqga. Hammalar yig'ilinglar. Bo'linib xabar qilinglar. Har qaysi batalyon ezvotlar darhol qo'shin qaysin. Bo'yim jang vazifasi bor. Beringlar. Polk komandiri, qismni yig'ib nima qilasiz? Nima qilyaptim? Naibazorga hujum qilma. Naibazorga? Polk komandiri, bo'lgan cho'ng'ish tursa, yuqorida yo'l yo'q so'rab qandoq? Nima yo'l yo'q? Shtab bizdan necha chaqirim yiroqroq tursa, yo'l yo'q so'rab bo'g'cha saqlab turibdi. Polk komandiri, bak yengil taklif qilyapsiz. O'ylab boqmamsiz. Qo'limizda qanchalik qo'shin bor? O'q dora. Yetishmadi, yetishmadi. Hujum qilaligidagi ig'ir qurollar bormi? Dushmanlarning yordamchi qo'shini kelib qolsa qanday qilamiz? Hech bo'lmagan qo'shinlarga asos qo'shinlar maslash kerak-da. Jang plani bekitilib bo'ldi. Qo'shinlarga asos qo'shinlarni yetkazish kuchimiz yetmaydi. Ular kimsin mayli? Ular Naibazorga haraq ishkiri, go'sht yegil bormiz deymiz. Kimning ko'zi qizarsa, biz bilan birga bosun. Mening yeydig'inim bo'lsa, ularning bo'ladi. Berish qipetnomimizni mayli, o'zimiz yolg'izib tetiy olamiz. Qo'sqimiz to'ysil bo'ldi. Men Leyullan qurbim yetirgan ishni qilaman. Bir mustaqil polkqa bir qancha noyidiki cho'ng atratlar va kichik atratlardagi xalq askarlarini qo'shsak yetishimiz. Buni bilamsiz? Polk komandiri, o'yinni proq ish qiling. Bu xuddi bir tolchashni tasbitdan badam jig'ildiganga o'xshash ish. Mosh urush bilan butun Shanshining g'arbiy shimoli malaman bo'lib ketdi. Vaqti kelganda Fuan, Loyang, Shuchuandagi butun yapon armiyasi yordam keladi. Bundoq bo'lsa, o'zimiz yolg'iz qandoq bardosh bera olamiz? Qo'rqidek nimasi bor? Men degan ofitser yuqorida so'rish chiqib qolsa, bo'ldi, meni aytasiz. Polk komandiri, ijro qiling. Sen Vivan Jangsı'ya berip 1. batalyon xabar qil. Sen Xeshi Choqsiga berip 2. batalyonning 6. rotasi xabar qil. Sen 3. batalyonning 8. rotasi xabar qil. Qo'shinimiz bilan tarqaq odamlarimiz yetishimiz qanday qilamiz? Ertalar o'ylab qolsim xabar yetkazmasanglar bo'lmaydi. Bu polk komandirining buyrug'i. Quloq solinglar. Otalar qaringlar bo'lmasin. Eng tez suratda buyruqni har qaysi batalyon rotalarga yetkazinglar. Ertalar o'zi yugurib berib yetkazinglar. Yo'q chiqinglar. Xo'p. Cho! Xabarchi, bak! Her qaysi rotlarga o'qtirish qil. Jang maydonini tozalasin. Dushmanlarning yordamchi qo'shini sal turib keladi. Xo'p, shtab boshlig'i. Polk shtabidan jiddiy buyruq. Polk komandiri 2. batalyondagi askarlar putkul jabduqlarni ilib, tez suratda yo'shiy go'jilg'isiga yig'ilib buyruq qilsin deydi. Xilof chiqaruvchilar harbiy so'tga tortildi ekan. Kavachi! Bak! Shtab boshlig'i. Yig'ilishlarni yechilsin, batalyondagilar darhol yig'ilsin. Xo'p, shtab boshlig'i. Bayliq qo'lga tushgan moddiy ashyolar bilan asirlarni qanday qilamiz? Texjang maydoni tozalamagan. Ammanglar, hech nimani amanglar. Qo'lga tushirgan moddiy ashyolarni tashlabmanglar. Asirlarni hammasini qo'yib o'tinglar. Butun batalyondagilar darhol yig'ilsin. Xo'p. Bismillah. Lavcan! Lavhan! Becerip tursan o. Qara, aşılarının hemisi senin askerin mi? 93 kitiplik eğir pilimit mi bakan o? Gözü yumut açıksa keri toku gazga ayılıptı da. Bay kirgen vaktında tek 2. batalyon keldim ki deyapti men. Hazır qo'shining qara, askerin tarqiqlashtirishdan burunqi bir batalyonning askarlarini jiqgan. Qal sen. Sen mi shundaq qo? Hey, Mardina, oğlum nima? Xijilman. Shawzo kentidagi dushmanlarga hujum qilganda qo'lga tushirgan tag'zambirki Italiyaning meli, uningga ajnabiylar xat yozilgan, lekin o'qi ozdigina aran 17 tal. Hey, Lavhan. Qo'lim qisqib qolsa, zambirak bilan yordam qilmasam bo'lmaydi juma. Uqtama, xotirjam bo'l. Sen ziyon tatqizgan ishni hargiz qilmayman.
Yan tutquşluq avtomat yetişmese haytli desang, üçünü berip eteme. Qani, kela. Seni sığınıp üley desem. Qandaq turvatsan. Qandaq, ahvalın yaxşı da, ha? Yaman emas. Künde harak içip, yapılarının kalı güç konservasını yəvirip, yoğunun işimi ilgir kilogram bop ketdi digine. Yaxşı go. Digine, qançılık adam öp geldin? Aldığında hicelmen. Aram 2.000. 2.000 ne? Ne manç köp, ha? Adet iştat yollanla dese yoşurattanla. Endi hemmisi inik boptu. Kamlaşmagan adam dersen. Kamlaşmagan. Yemek cidal kılıçsa, pol komandiri. Polik komandiri. Qaram, diviziya komandiri bo'lishga az qapsizchi mi? Shuncha bo'lajaqmi? Buncha bo'lajaq askar nadan paydo bo'lib qoldi? Yana ularning o'zidan so'rang. Men tax yerli qurolli qo'shinimizni qo'shmadim. Hammasini qo'shsam 10 mingga bordi. Qaraganda hammanglarga jon kirib qopti-da. Hammanglar beyib, pomishik bo'lib ketibsizlar. Tangri menga tuman kishilik qo'shinga qo'mondonlik qiladigan fursat beribdi. Sizlarga rahmat aytaman. Men xotinimga, Joy siyosiy komissarga, Joy kentidagi qozoqqa, yurtdoshlarga vakolatda sizlarga rahmat aytaman.